O'zbekistonda juda ham sanoqli insonlarda bor. Hammada emas, где-то mana shu mifik O'zbekistonda 5-6 tadan ko'p emas. Ola, bu O'zbekistonda bitta, ya bo'lsa ikkita, o'shani bittasi manda. Polniy militsiya, Buxoroning militsiyalari polniy odamga qarashli. Shunda odamga hozir aytib bersam, ertagacha topilasan, qo'lingni orqaga qilib uyingdan chiqib ketishadi, mashinik deb tuhmat qilganing uchun. Yesuko, men militsiyaman bo'lar. Dadam Jizzaxdagi militsiyalarni boshlig'i. Kardinal. Aytib qo'ylar, kardinal, bratan, xafa bo'lmayman, просто hazillashdim. Hazillashyapman. Bilasizmi, ko'p hazillashaman. Yana o'zingizga olib, vajala men ustidan kulyapti deb o'ylamang, hazil. Hazil, birodarim, hazil. 2 hours later. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nima gap? Sog'-salomat. Kardinal bratan ishda bo'lyapti. Zo'rman emas. Nima gap, brat? Zo'r. Aslan men ko'rib qoldim. Bilaman. Gaplarimni tanqid qarovotda Bildim. Ham o'ziga shunaqa. Ya shunday. Men prosta oxirida aytdim-ku, hazillashyapman deb qo'ydim. Prosta o'sha yerda bitta setim bor edi. Shunga bitta ko'rganimda gapirgandingiz-ku, manda bitta. Sizingda o'shani gapirdim prosta. Keyin oxirida ko'rmaysizmi oxirgacha? Uzr, yana noto'g'ri tushunmaydi. Ikki marta uzr so'radim. O'sha siz uzr so'ragan joyingizni qo'yishmaydi deb, odamlar uzr so'ragan joyingizni qo'yishmaydi deb prosta kesib qo'yishga menga shashvoq. Shunaqa. Yo'q sizga. Aytma yo'q, boshqacha tushunmaydi. Prosta ayt. Bo'ldi, prikol qilsangiz, chiroyli prikol qiling-da. Militsiya adala deb to'g'risi. Mashinikni ushlash uchun aytganman u gaplarni. Prikol qilsangiz, to'g'ri. Shuning uchun prikol qildim-da.